Yangi uylanayotgan kuyov bolalar, assalomu alaykum. Jigar, mana bunday mashinalarda baxt tomon yurasiz, a? Baxtli bo'lishingiz kerak, jigar. Hamisha baxtli bo'linglar. Shu 2026-yili kim uylanayotgan bo'lsa, kim to'y bo'layotgan bo'lsa, hammanglar baxt tilayman. Mana bunday pardalari bilan jigar. Long versiyada bitta jinni mashina kelib qoldi-yu. Voy, mo Braus mashinani qarang. Vid mashinada AMG Braus bo'lib turibdi-yu. 221 da 223 qilingan, restyling, rassrochka, abmen, pabmen hamma yo'q bor. Faqat mana shu mashinaning egasida jigat bitta gaz berib qo'yingda, bitta. Faqat sekin-sekin qo'shnilar bor. Voy, mahluqni qarang. Voy. 5 объемda mahluq. 18.800 mi? 500 a 18.500 dollarga long versiyada ketdi jigar. Tushoring endi. Ko'p bola. Long versiya. Ochlari, pamit, povishi hamma yo'q bor. Endi bu yog'ini ham bitta ko'ramiz. 18.500 rassrochka обмен, Abduf fotograf, elektriskiy, derivanniy rul, derivanniy printlarda 5 объемda mahluq motori bilan. Wow. Mashinani jinnisi. 2007-yil 2223 qilingan restyling modda Braus holatida. Nomerlarini qarang. Nomerni olma bermasi kerak egasi. Bosib olamiz. Menda xuddi shu nomerda 3 ta 6si bor. 3 ta 6 3 ta 1. Ben versam olmay olib qardim jigar. Sog' bo'ling.